Siz ishonmaysiz, lekin oddiy tuz hatto eng arzon idish yuvish vositasini ham kuchli tozalovchiga aylantirishi mumkin. U hatto qorayib qolgan, yog' va nagar qotib ketgan qozon skavorotkalarni ham yangidek yuvib tashlaydi. Qancha vositalarni sinab ko'rdim: gel, parashok, pasta, abraziv, maxsus suyuqliklar. Lekin natija deyarli bir xil. Qo'lda mozol, lekin yaltirash yo'q. Har safar o'ylaysan, tamom, bu qozonni tashlab yangisini olish kerak. Lekin bir kun menga bir usulni aytishdi. Bu menga ko'p pulni tejadi va oshxonada haqiqiy qutqaruvchi bo'ldi. Ishonasizmi? Bu usul ideal ishlaydi. Usul: bir stakan idish yuvish vositasini oling. Qaysi birini olishingiz muhim emas, hatto eng arzoni ham bo'ladi. 2 qoshiq tuz tuxum va 1 qoshiq soda qo'shing. Yaxshilab aralashtiring. Qattiq konsistensiya hosil bo'ladi. Endi 0,5 stakan suv qo'shib, yana aralashtiring. Hammasini quyishga qulay bo'lgan idishga soling. Qo'llash. Aralashmani kuchli iflos qozon yoki skоворodka ustiga surting. Bir necha daqiqaga qoldiring, shunda vosita yor va nagarga kirib boradi. So'ng gubka bilan yengil arting, hammasi o'zi ko'chib ketadi. Hech qanday kuch sarflamaysiz, hech qanday kirish shart emas. Qozon yangidek yaltiraydi. Sinab ko'ring, endilikda hech qachon iflos bo'lgani uchun posuvda tashlamaysiz.